Nima bu ahvol? Shunaqa ham danar bo'ladimi? Yili qator kichkinroqdan yo'qmi? Og'aynimni qora qamishdagi sifat danarga olib keldim. Bu joyda shunaqa katta big danarlarni tayyorlashadi. Qani ko'ringlikchi maqtagan danaringni. Bu joyda danarlardan tashqari yana turli xildagi fast foodlarni topishingiz mumkin. Menyuda assortimentni ko'ryapsizlar. Qani bir mazasini ko'rchi. Voy, u namji katta bu. Menga standartini berur. Bu big danar, narxi 55 ming so'm. Standart danar 35 ming so'm. Big danar razmerini ko'ryapsizlar-ku. Mazasi sochni, quruq bo'lib qolmagan. Bu danardan bitta yesanglar, aniq qorninglar to'yadi. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Danani qolganini savol olib ketaman. Big hot dogga bitta mazasini ko'rishim kerak. Unda men tandirlashayman. Hot dogga ham kattaligini ko'ryapsizlar. Narxi atiga 20 ming so'm. Tandir lavashi narxi 38 ming so'm. Saharlik yoki iftorligi bemalol yaqinlar bilan kesanglar bo'ladi. Ichkarida va tashqarida joylar qilib qo'yilgan. Ish vaqtiga keladigan bo'lsak, Ramazon oyida 13:00 dan sahar 6 gacha ishlashar ekan. Manzil Qoraqamish 2 Tansiqboy bozoridan Farg'ona Korzinka kevorishda shunday yo'l yuzi joylashgan. Aniq lokatsiya kerak bo'lsa, Telegram kanalga tashlab qo'yganmiz.